Ko'rib turganingizda yana chiroyli atmosferadamiz va menimcha o'sha siz ham bilasiz bo'ldi. Ya'ni biz yana Domino kafesidamiz va bugun Molding bovuridan jigarlarim deb nomlangan ovqat temin tatib ko'ramiz va albatta sizga nu bor, nu yo'q bahosini chasoq hammasini tavsiya berib ketamiz. Bemalol siz ham zakaz etsangiz bo'ladi. Yarim kilo bo'ladi bu porsiyamiz. Bahosini sen turib aytaman. Bismillah. Xullas, bu yoqda so'lni sanab ko'ramiz. Bovurni bilasiz. Ezeli iki yatırgan derse. Akşam bir ay elde O'zbekistonga kirib kelgani yo'q. Qadimlardan odamlar orasida yana shunday gap bor. Kasal bo'lib qolsa, bovur qurib boraymi yana deydi. Eng zo'r komplimentlardan birisi-da u. Yangi aytib o'tganimizdek, EBS'dan aytganimdek, bu ovqat jigarda uchun. Qaysi jigaringiz bilan kelib turib ovqat yeb ko'rgan bo'lar edingiz. Komment o'zini atmay keting. Sразу kelib turib bosib olish kerak. Xullas, bu yog'ini yana so'li bilan davom ettiramiz. Video ketib turibdi. Sammayga jigarlar uchun bu sen bilan jigar emasmi bu? Yarmimiz bu. Voy! Birda gap yerda mazali ovqat bo'lsa, bobur sho'rda bo'ladi bilasiz ko'rgan uchun. Yomon narsa, bemaza narsa sizga tavsiya etaman. Eng zo'rlari, eng sinovdan o'tgan atborniy narsalar, saralangan narsalar bo'ladi doim. Go'sht jo'jalaridan davom ettiramiz. Ke. Bilasan, mazza ovqatlar bor edi. Biz bobur tovada ya boburda tovada mazza ovqat bor edi. Cho'zmagan qilasiz. Porsiya yarim kilo bo'ladi. Yarim kilo porsiya 80 bo'lsin. Bir odam yeb bilmaydi, to'g'rimi? Jetler yalmaydı bir adam. Yiyman. Yalmışsın. Yiyman deb turganlar bo'lsa, kelib turib bemalol o'zini sinab ko'rishi mumkin. Hech qanday ham yeyolmaysiz. Bir porsiyani yarim kilo bovurdi, bir odam yeyolmaydi. Yunus ham ozroq ves olov uchun obzorlarimizga qo'shildi. Yunusning qo'shilgani to'g'ri bo'ldimi? Nima deb o'ylaysiz? Agar qo'shilsin, keyingi video eshitdingmi? Zakishga urganda edi. Keyingi videolarimizda Yunus qo'shilsin desangiz, kommentda fikringizni bildirsangiz, yo buni o'ma-toma yo'q etib beramiz, yo biram qo'shamiz, o'zi o'tirib yanimizda bir yaxshi so'zlari bilan obzorimizga qo'shiladi. Xullas, ko'rib turganingizda eko'ylash barakat etyapmiz, lekin ko'rib tursiz hali целый turti buzilmaydi. Pastdagi nomerlarga bog'lanib, bemalol siz ham Domino kafesiga tashrif buyurib, zakaz etsangiz bo'ladi va har doim gap eng yaxshi ovqatlar, eng mazza ovqatlar ko'rda bo'ladi va obzorlarni o'tirib bermayman desangiz, mazza ovqatlar qayerda borligini bilib boraman desangiz, bu yoqda podpisatsiya chiqib turibdi. Shuni ustiga bosib yo'qot. Sog' bo'ling, bo'ling. Sog'liqda asrang, sog'liq bo'lsa, keyin mazza ovqatlar bo'ladi. Aniq jigarlar uchun ekan bu.